Ana endi farzand kelganda demak bularni inson Alloh ne'mati ekanligini va ularga go'zal tarbiya, ta'lim, tadrisni berish bilan birga oralarida go'zal adolat o'rnatmoqligini Xudovand uqtiryapti. Vojib deyaptilar. O'rtada farzandlar orasida adolat qilishlikni. Adolat hamma holda adolat. Banda o'zi adolatga intiladi. Banda hamisha adolatni istaydi, lekin o'zi ham adolatli bo'lmoqligi har bir kor va holda, xususan mana shu ulug' bir ne'mat qilib bergan farzandlar orasida ham adolat qilmoqligi, hadya berishda, mehr muruvvat ko'rsatishda, yaxshi ko'rishlikda hammasida adolat qilish kerak. Hammasida bir xil nazarda ko'rish kerak. Bir necha farzandlar bo'lsa, birovni ustun, birovga ko'proq berib, birovga unday emas. Unday emas. Nu'mon ibn Bashir radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Onam otamdan Bashirdan so'radilar. O'g'limga bir mol va mulkdan ozgina nasiba ajratib hadya bersangiz. Otam darrov qabul qilib menga hadya berdilar dedilar. Ba'zi rivoyatda bir qul hadya qildilar dedilar. Demak bir narsa berdilar, hadya berdilar. Shunda onalari aytdilarki, ya xo'jayinlariga, otamga aytdilarki, buni borib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytasiz, u kishini guvoh qilasiz, men qabul qilaman deyaptilar onalar. Haligi biz Rasulullohning oldilariga bordik otam bilan. Otam bo'lgan voqeani, onamni demak so'zlarini aytdilar. Mana bu o'sha uning onasi, meni ayolim bu farzandimga hadya, mol-u mulkingizdan ozgina hadya berishlikni so'radilar, men ularga berdim. Shunga sizni guvoh qilishni istayaptilar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haligi sahobaga aytdilar. Bundan Nu'mondan boshqa yana farzandlaringiz bormi? Otam aytdilar, bor. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday ado bularga ham berdingmi dedilar. Yo'q, faqat shunga beryapman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men bunday adolatsizlikka, ya'ni zulmga guvoh bo'lmayman dedilar. Qarang, zulm deb aytyaptilar. Zulm harom. U qanday ko'rinishdan qat'iy nazar bo'lsin. Farzand orasida adolat qilmaslik ham zulm deb Rasululloh ta'lim beryaptilar. Bu zulmga, bu narsaga men guvoh bo'lmayman dedilar. Zulm qiyomat kuni uni javobi og'ir bo'ladi. Uni hisob kitobi og'ir bo'ladi. Rasululloh aytibdilar, men bunday adolatsizlikka, zulm aralashgan, demak bunday amalga men guvoh bo'lmayman dedilar. Ya'ni demoqchilarki, demak ota, ona farzandlarga bittasiga bersa, boshqasiga bermasa, bu zulm deb Rasululloh bizlarga ta'lim beryaptilar. Demak, o'shanga berdingizmi, boshqa farzandingizga ham uni ichida bo'lishdan qat'iy nazar. Demak, unga ham mislicha bering. Bo'lmasa bermang. Mana shuni Rasululloh bizlarga ta'lim beryaptilarki, bu zulm. Zulm aralashgan, adolatsizlik bo'lgan o'rtada men guvohlik bermayman deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'lim berdilar. Ana endi banda xulosa qilish kerak. Bizni nazarimizda bu oddiy bir juda bir arzimas ko'rinishi mumkin. Bunga juda diqqatli bo'lish kerak. Bir farzandga
ha bu farzandim yaxshi, menga qarayapti, moshinni ham, hovlini ham shunga beraman desa, u adolatsizlik bo'ladi. Agar masalan bir aka-ukalar bo'lsa, ularni topar tupani davlati sarvati yaxshiroq bo'lsa, bir ukasi yo akasi sal iqtisodiy holati o'ziga yarasha bo'lsa, o'shanda ham ota ulardan chaqirib shunga bersam, sizlar rozimi? Shunda ular musulmonchilikni ulug' bir fazilati bo'lgan aka-uka, otajon biz rozimiz, shu ukam ham bir hovliga ega bo'lsin, bir ulovga ega bo'lsin, biz rozimiz, bizda bor desa, o'shanda qilsa bo'ladi. Lekin ular sarkashlik qilib, bizga ham beravering, mol dunyo bor, xuddi bir xil chorva hayvonlariga, molga o'xshagan, qo'yga o'xshagan, og'zida ovqat yeyapti, yana baraydi-ku. Shunaqa toifalar ham bor. Og'zida ovqat yeyapti, yana baraydi, mo'laydi. Shunaqa toifa insonlar bor, mol davlati bor, uni ko'ra olmasdan, "Yo'q, menga ham bering" deydi-da, bizachi deydi. Bu demak, uni aslida haqqi bor, lekin musulmonchilikni ham bir nimani ham o'ylash kerak-da. Shunga xursand bo'lish kerakki, rahmat sizga otajon, shu ukam sal iqtisodi kam tanqis edi, biz rozimiz deb, mana shunga xursand bo'lib duo qilsa, nur ustiga Allohlik bo'ladi. Lekin ota ham, ona ham bunga juda e'tiborli bo'lish kerakki, bu farzandim sarkash, unga men qaramayman, unga bermayman deyishlik bu zulm bo'ladi. Adolatsizlik bo'ladi. Hammasiga teng taqsim qiladi. Mehrda ham, hadiya berishlikda ham, yaxshi ko'rishlikda ham. Bunga nega bu narsa mana eng bu mavzuga ko'tarildi? Chunki farzandlar orasida adolatsizlik qilishlik orada nima keltirib chiqadi? Hasad keltirib chiqadi.